Quvani Center Al-Farg'oniyni orqasiga isitish tizim qilyapmiz. Assalomu alaykum, Milliy Yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Sizlar ko'rib turgan mana shu xonadonni shu oxirdan boshlab mana shu dorixonagacha isitish tizimni yakunlab beramiz. Videoni kuzatib tursangiz, oxirigacha xudo xolasa kat yo'lni yoqib, sizlarga yonayotgan jarayonni gradusga olib chiqilgan joylarni ko'rsatib o'tamiz. O'zimiz bilan birgalikda har doimgidek turba, izolyatsiya, hammasini materialigacha o'zimiz tomonidan olib kelib 100% garantiyaga ega qilib xonadonlarga topshiryapmiz. Ko'rib turganlaringiz, sizlarning ham xonadonlaringizda shunaqa isitish tizimi zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga hozirroq aloqaga chiqinglar. Ertaga 1 oylik ochirtga chiqib ketib, o'tgan sezonga o'xshab, hali jicha ma'niki qolib ketibdi, anaqa bo'libdi degan gap so'zlar bo'lmasin. Juda ham chiroyli, sifatli, kattlikni sizlarning yuraklaringizga yoqadigan ishlarni qilib bitirib beramiz. Xudo xolasa videoni kuzatinglar. Oxirigacha bo'lgan montajlarni kat yo'limizni yoqib Quva tumanida ishni boshladik. Videoga albatta like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, Quva tumanidagi navbatdagi isitish tizimini 100% yakunladik. Ko'rib turganlaringiz, mana shu yerdan boshlab oxirigacha ustanovka qildik. 120 kvadratli xonadonimizga 10 dona har xil razmerdagi panelni radiatorlarimizni ustanovka qilib berganmiz. Xo'p, xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz, xuddi shunaqa panelni radiatorlarimizdan 10 donasini ustanovka qilib berganmiz. Sistemamiz samotok sistema. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Tog'amiz o'zini radiatorlari ham bo'lgan ekan. Oldin bu isitish tizimi xonadonda bo'lgan. Jicha qiyinchiliklar bo'lganligi sababli ayrim sabablarga ko'ra yana boshqatdan noldan montaj qilib berdik. Ko'rib turganingizda shunaqa qovurg'ali radiatorni ham ustanovka qilib berdik. Mana remontlanish ko'rsatmasdan pollar tagini izolyatsiyaga o'rab, hammasini juda ham baquvvat qilib, akkuratlik qilib, sifatli ishlarni qilib 100% garantiyaga qilib bitirib berdik. Ayrim xonalarga kiramiz, ko'plariga kiramiz. Endi imkon qadar xonadonda odam bor ekan, shuning uchun ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamizga 2 dona xuddi shunaqa panelli radiatorimizdan ustanovka qilib berdik. Sistemamiz samotok sistema. Obratkalarga uklon berib, podachi obratkalarga juda ham sifatli qilib, chekka tomondan hammasini uklon bilan olib ketilgan. Keyinchalik xonadon egalari xuddi shu dorixonadan bag'ini qo'shishga sharoit qilib beringlar deydi. Xuddi shu yerga sharoit qo'yib ustanovka qilib ketdik. Kat yo'limiz xonadonda orqa tarafiga ustanovka bo'ldi. Kat yo'limiz xonadonda orqa tarafiga ustanovka qilib berdik. 15 kilovatlik tepadan yonuvchi verxni garina ko'mirli kat yo'limizni ustanovka qildik. Bu kat yo'limiz 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, uyni tep izolyatsiyasiga qarab, minimum 12 soatdan maksimum 24 soatgacha juda ham chiroyli bo'lib ishlab beradi. Sistemani samotok sistema qilib berdik hamda 32 ga 6 sirkulyatsiyani nasos ham qo'yib berib ketdik. Bu sirkulyatsiya sistemani tezlatib bergani ishlaydi. Xo'p. Sistemamiz bir me'yorda 40-45 gradusda ishlatsangiz ham oxirigacha issiqlikni ta'minlab beradi. Svet o'chgan paytda kat yo'lda tagida eshichani ozgina qilib ochib olasiz. Sistema samotok 100% ishlab turaveradi. Xo'p, kat yo'limiz bu eshigi ko'mir zapravka qilish uchun ochasiz. O'zining maxsus qoplamalar bor. Chang-pang, cho'q hech narsa chiqmaydi. Shuni listi bor. Ichiga to'ldirib ko'mirni solasiz. Mana shu eshik teshichasini ochib qo'yib turib, tepasidan o'tinni yoqib qo'ysangiz, tepadan pastga qarab yonib tushadi. Kat yo'limiz tozalashga juda ham qulay xud qo'yib ketilgan. Ko'rib turganlaringiz, mana shu yerlardan mana ishlak, pilak, cho'q, musorlarni olib tashlagani sharoit qilib ketilgan. Juda ham qulay ravishda qilib kat yo'limiz ishlab chiqaryapmiz. Xo'p, bunisini yopib qo'ysak, endi kat yo'ldan yonayotganlarga 2 metr ilonizi bo'lib, teplamenniga uriladi. Teplamendan keyin dimoxodga chiqib ketadi. Bu eshik esa teplamenni tozalash uchun mana hozir yoqilmagan holatda sizlarga video qilib ko'rsatib o'taman. Mana shu 2 metr teplamenni kasetalarni tozalaysiz. Bundan tushgan musor qurumlarni xuddi shu eshikcha orqali ochib olib tashlaysiz. Ko'rib turganlaringiz, kat yo'limizda har bitta eshigi tozalashga qulay qilingan hamda ligirovshning bo'lgan. 85 vatli original ventilyator, original pogrushniy termostat. Mana shu termostat necha gradus tanlov qilsangiz, o'sha tanlov tanlagan gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Bir me'yorda sizni xonadoningizni isitishga yordam beradi. Kat yo'limiz 15 kilovatli tepadan yonadigan utuploniy variantda. Kat yo'limiz narxi 8 million 500 ming so'm bo'ldi. Xonadon egalari shu utuploniy kat yo'lda tanlov qildi. Betga bitta oddiy naves qilib olinadi. Bo'ldi. Oddiy kat yo'l xona qilish shart emas. Oddiy navesda tursa bo'ladigan ko'mirli kat yo'limiz. Kat yo'limiz narxi 8 million 500 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga dastlabkamiz bor. Sistemaga hozir polni suv quyish boshlandi. Mana холодный o'zini temperaturasi 30 gradusda. Obratkamizda ham shu endi mana gradusda qo'ydik.
suv to'lyapti. Hozir suvni to'ldirgandan keyin sistemamiz 100% ishga qo'yilganda katyorimiz yoqib, sizlarga xonadon ichkaridagi radiatorlarni bir qator tekshirib o'taveramiz. Xonadonimizga jamiki nima sarf xarajat ketadigan bo'lsa, turba izolyatsiya, radiator hammasini o'zimiz tomonimizdan olib kelganmiz. Turba izolyatsiya mana ortgan narsalarni pulga hisoblab, magazin xarajatlarini yana qaytarib o'zimiz avtomashinamizda yuklab olib o'tib ketamiz. Sizlarning xonadoningizda shunaqa sifatli sanitariya ishlari va ko'mirli katyorlar zarurlasa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz, juda ham tez va sifatli garantiyali qilib ishlayni 100% garantiyaga ega qilib bitirib beramiz. Ko'rib turganingiz ustakalarimiz instrumentlari juda ham ko'p, sifatli qilib bitirib beramiz. Videoni kuzatib tursangiz, xudo xolasa hammasini sizlarga katyorimiz yongan jarayonlarni videolavha qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana 100% to'liq suvga quyib, tekshirib, hammasini isitaniya qilib, katyorni yoqib, gradusga olib chiqib sinadik. Mana ko'rib turganingiz mumkin. 55 gradusda katyorimiz, sistemamiz 100% ishlayapti. Sizlarga katyorni bitta yonish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib o'tishdan oldin sizlarga xonadonda bo'lgan ishni aytamiz. Xonadonda oldin xuddi shunaqa pechka bo'lgan, mana shu yerda o'rnagan, mana shu yerga qo'yishganda xonadon egalari ozgina o'tin tashab turilgan yoki ko'mir tashab turilgan, tezda tugab qolganimiz hisobiga bizga aloqaga chiqishgan 45 kilo ko'mir oladigan ko'mirli katyorimizni ustanovka qilib beryapmiz. Qilib berib, mana xonadonga 100% garantiyaga ega qilib, sistemalarni topshirdik. Mana obratkalarni ko'rib turganlaringdek, har birini izolyatsiyaga tiqib, podachilarni ham umuman sovuq patera qilmaydigan qilib, imkon boricha reykalarga maxlab, turbalar eshilmaydigan qilib, sifatli original kачественный ishlar faqat bizning kanalda kutib olasizlar. Bizni Santexnik brigada juda ham tez va sifatli kafolatli qilib ishlatib beradi. Bitta sizlar bilan katyorni yonish jarayonini endi ko'rib o'tamiz. Oching Asadbek. Katyorimiz qanaqa yonyapti? Tagiga ko'mir, tepasiga ozgina o'tin tashab ilashtirish uchun qo'yganmiz. Katyorimiz juda ham chiroyli bo'lib, o't chiqib ketaman deyapti. Mana katyorni yonishiga netchi. Juda ham chiroyli, sifatli, original ishlar faqat bizda. Bo'ldi. Ajdar kabi shunaqa vulqon katyorlar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz chiqib ketadi deyapti o't. Sizlarning xonadonlaringiz juda ham chiroyli, akkuratli, kafolatli qilib bitirib beramiz. Katyorimiz ichiga naq 45 kilo ko'mir oladi. 45 kilo ko'mirni sifatiga qarab, uyda tepli izolyatsiyasiga qarab, minimum 12 soat, maksimum 24 soatgacha yonib beradi. Katyorimiz aqlli rejimda ishlaydi. Ko'rib turganlaringdek, 70 ga qo'ysangiz 70 da o'chib yonadi, 50 ga qo'ysangiz 50 da o'chib yonadi. O'zi mebelchilarni suhbatdan olish kerak, bozorchilarni, tog'a ustalarning xizmati qalay bo'ldi? Nima deysiz? Bitta fikr bildiring, realniy reaksiya bildiring. Ustalarning ishi yoqdimi? Ustalarga rahmat. Zo'r ish qilishdimi? Sizlarni ko'rib, sizlarga ham taklif qilaman. Xonadonlaringiz hamisha issiq bo'lsin. Yozda Afrikada issiq bo'lsin, tog'a rahmat. Ustalarimiz juda ham tez va garantiyali qilib bitkizishadi, tog'a. Xonalarning ichini sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Radiatorlar isigan, ismaganini va olasa hech qayerdan suv qo'ymadi. Juda ham ichkariga kirsangiz o'sha issiqlik sezilyapti. Hamma radiatorimizni ustanovka qilindi. Har bir radiatorimizni tochkasini, bir donasini 500 ming so'mdan Santexnik akalarimiz ustanovka qilib berdi. Mana o'zida tog'amizda 4 ta 5 ta radiator bor ekan, qo'shimcha shundan ustanovka qilib, qolganiga panelli radiatorlardan ustanovka qilib berdik. Sistemamiz samotok sistema qilib. Hamma joylarni ko'rsatib o'tamiz. Mana ochiq joylarda imkon boricha ko'rsatib o'tamiz. Radiatorlarimiz qo'l kuyadigan darajaga yetib kelgan. Har bir radiatorlar juda ham sifatli. Ustakalarimiz aytib o'tamiz, bir donasini 500 ming so'mdan ustanovka qildi. Katyorimiz ham 500 mingga ustanovka qilib berildi. Xonadonimizga hamma ortgan narsalarni pulga hisoblab qayta olib ketyapmiz. Xonadon egalariga yuk qilmasdan yoki puli baylantirmasdan hammasini o'zimiz tomonidan olib kelib, ortgan narsalarni nazorat qilib qaytarib olib ketyapmiz. Sizlardan xonadonlarga shunaqa effekt, kuchli, garantiyali ko'mirli katyorlar va sifatli Santexnik ishlar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga hoziroq aloqa qilsalaring, tez va sifatli garantiyali qilib, sizlardan ham ishlarni 100% garantiyaga ega qilib bitirib beramiz. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli katyorlar va sifatli Santexnik ishlar isitish tizimini qilish. Bizning Santexnik brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga xuddi shunaqa ko'mirli katyor dastlabkamiz bor. Padachimizga ham, obratkamizga ham termometr qo'yib berganmiz. Xonadon egalari o'zlari ko'rib nazorat qilib turish uchun qulay bo'lsin deb. Xo'p, ekranda raqamlarga aloqa chiqinglar, xudo xolasa sizlarni ham ishlarni tez va sifatli garantiyali qilib bitirib beramiz. Bugungi isitish tizim qilgan joyimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Al-Farg'oniy haykalining orqa tarafida bo'ldi. Videoga like bosib qo'yamiz.